Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning uchlik durdonalaridan navbatdagisini Imom Muslim rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keltirgan hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagicha marhamat qiladilar. إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله لهذا الولد فإني دفنت ثلاثة قبله. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga, yonlariga bir ayol kishi keldilar. U ayolning qo'lida bir go'dagi bor edi. Bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarata dedilarki: "Ya Rasululloh, duo qiling. Mana shu go'dagini haqqiga, mana shu bolamni haqqiga duo qiling. Yaxshiliklar so'rab duo qiling" deyaptilar. Chunki men bu boladan oldin 3tasini tuproqqa berdim. Bu ayol qo'lidagi farzandidan avvalgi 3 farzandini tuproqqa berganligi, ya'ni va farzandlarini vafot etganliklarini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu qo'llaridagi farzandlarini haqqiga duo qilishliklarini Rasulullohdan o'tinib so'radilar. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam u ayolga qarata dedilarki: "Dafanti thalatha, 3tasinimi dafn qildingiz?" Qalat: "Na'am." Ha Rasululloh, xuddi shunday. Qala: "Laqad ihtadarti bihadarin shadidin minan nar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ayolga qarata dedilarki: "Siz do'zax o'tidan o'ta mustahkam bir to'siq bilan, himoya bilan himoyalanibsiz" dedilar. Onalar, otalar tiriklik chog'larida topshirayotgan omonatlari, Allohning bergan ne'matlarini ajri nihoyatda ulug' bo'lar ekan, agarki ota-ona vafot etgan farzandlarini, jigarlarini Alloh uchun ihtisob qilib ajr umidida sabr qiladigan bo'lsalar. Buxoriy rahimahullohning sahihlarida yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan ayni hadis boshqa bir lafzlar bilan keladi. La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal awlad la yamassuhu an-naru illa tahillata qasam. Musulmonlardan qay birlarini 3 farzandlari vafot etadigan bo'lsalar, u insonlarga do'zax o'ti aslo yetmaydi. Illa tahillata qasam, illo Allohni bergan qasamidagisigina xolos dedilar. Buni qanday tushunamiz? Alloh azza va jalla o'zining kalomi Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va in minkum illa wariduha." Sizlardan hech birlaringiz qolmaydi, illo hammalaringiz u yerdan o'tguvchidirsizlar, u yerdan kechguvchidirsizlar, u yerga vurud qilguvchidirsizlar degan oyati karima bor. Bu oyati karimaning tafsirida ulamolar hammamiz bilgan, ko'pchiligimizga mashhur bo'lgan qil sirot degan bir qiyomatga oid, qiyomatdagi bo'ladigan holatlardan barchamiz iymon keltirgan holatlardan biri qildan ingichka, qilichdan keskir bo'lgan bir ko'prik haqida hammalarimiz yaxshi bilamiz. Mana bu ko'prik tunsabu ala matni jahannam, jahannam uzra qurilgan bir ko'prik bo'ladi. Va bu ko'prik ustidan insoniyat hech birlari istisno qilinmagan holatda barchalari bu ko'prikning ustidan o'tishliklari haqida bu oyati karimada xabar berilyapti. Va in minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya. Sizlardan hech birlaringiz qolmasdan barchalaringiz bu ko'prikdan, bu do'zax ustiga tikilgan bu ko'prikdan o'tguvchidir sizlar. Bu Alloh uchun hatmiy bo'lgan, qaror qilingan, qazo qilingan bir amal bo'ldi, bir ish bo'ldi, bir hukm bo'ldi degan oyati karimaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadis shariflarida ishora qildilar. 3 farzandini tuproqqa bergan va buni chiroyli sabrini qilgan, Alloh o'zi beruvdi, o'zi qaytarib oldi.
Allohga shukr, berganiga ham shukr, olganiga ham shukr, bersa ham o'ziniki, olsa ham o'ziniki degan ma'noda ne'matning haqiqiy sohibini tanib, ne'matning haqiqiy sohibini e'tirof qilib, bu sinovlardan sog' omon o'tgan ota-onalar ajrlari haqiqatan ulug' bo'lar ekan. Ularga do'zax azobi mutlaqo yetmas ekan. Illo mana shu qil ko'prikdan o'tishlikni e'tiborga olmaganda, hisobga olmaganda. Albatta bu qil ko'prikdan o'tishlik o'rni kelganda batafsil bayon qilinadi, lekin aytib o'tishligimiz mumkin shu bu o'rindaki har kim amaliga yarasha bu ko'prikdan o'tar ekan. Bir inson chaqmoq chaqqandek ko'z ilg'amay qoladigan darajada tezlik bilan o'tib ketar ekan. Yana biri esa shamolday o'tar ekan, yana biri esa yugurgan otday o'tar ekan, boshqasi yugurgan odamday, yana boshqasi sekinroq, undan boshqasi yana ham sekinroq. Amaliga ko'ra ba'zilar sudralib, emaklab, ilinib, yiqilib, siqilib, oxiri shu narigi boshiga zo'rg'a yetib oladigan insonlar ham bo'lar ekan. Alloh azza va jalla hammalarimizni bu sirotlardan sog' omon o'tishlikni, tezlikda o'tishlikni, bamisoli barq chaqmoq misoli o'tishligimizni Robbim barchalarimizga nasib aylasin. Alloh o'zi bergan, ato etgan ne'matlari, farzandlarimizni Robbim umrlarini uzoq, sihatlarini ziyoda qilib, dunyoya oxiratda ko'zimizni quvontiradigan, bag'rimizni to'ldiradigan farzandlardan, solih farzandlardan bo'lishligini Robbim barchalarimizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.